Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 15-oktyabr 2025-yil. Qulupnay larzani bugungi kundagi holati. Qulupnay larzani 7-sentyabrda ekishni boshlaganmiz, 12-sentyabrda ekib tugatganmiz. Hop. Mana bugungi kundagi holati hozir shunaqa. Ekkan paytimizda bir haftacha suv berganmiz to'xtatmasdan. Ertalab kechqurun berilgan. Keyin 3-4 kun dam berib turib, yana keyin yaxshilab suvga to'ydirib berdi. Keyin ancha suvdan qantardi, bir 15 kuncha suvdan qantarib, mana endi 3-suvni beryapmiz. To'ydirib beryapmiz. Oldin 2-suvni ham rasman yerlarini zaxlatib, suvli chiqib ketgan. Shunaqa sug'organdim. Mana endi yana 3-marta ekilgan qo'shganda 3-marta yaxshilab to'ydirib suv beramiz. Mana bunga bugun berishni boshladi. Hop. Butlarni yaxshilab biz chopib oldi, yumshatib oldi. Bu yoqlarni ham chopib yumshatib qo'ydi. Bugun berdi mana. Bu yoqqa mana kecha berganmiz. Mana bu yoqqa kecha berganmiz, yana bugun hozir yana beryapmiz. Hozir yana suv berilyapti, yaxshilab zaxlatiladi. Mana bu yoqqa 3 kun oldin berilgan. Bu yoqqa ham hozir beryapmiz, yaxshi zaxlamagani uchun yana suv ochib qo'ydi. Mana bu yoq arula mana zaxlayapti. Yaxshilab zaxlatib suv beramiz. Hop. Keyin mana bu yonidagi polni o'tlarni bu yoqqa tarozi yarmini o'tlarni yulib tozalab bo'lindi. Keyin tanoplarni 2 marta уже olib tashadi. Hop. Shu kungacha qilingan ishlar shu. Keyin bir marta ildiz dori berdi, bir marta kalsiy berdi shu kungacha. Endi bitta yaxshilab suvga hozir to'ydirib, bir kun dam berib turib, ertasiga keyin yana kalsiy berib yuboramiz, xudo xolasa. Keyin uspet xusus ildiz dorilar beramiz. Yana 2 marta ildiz dori berishimiz kerak. Hozircha ekilgandan keyin bir marta ildiz dori berdi. Endi yana 2 marta ildiz dori berib yuboramiz. Bu yog'iga endi oziqalarni berishni boshlaymiz. Qulupnaylarimiz nima deydi, 8-10% уже gulga kirdi. Mana bunaqa bunchalik chiqarishni boshlagan. Bir xillari nima deydi, slabiy ko'chatlar, bir xillari donlab tugib qo'yganlari ham bor. O'zi slabiy ko'chatlar oxiri gullab oladi bir xillari mana. Bu mana slabiy ko'chat. Bu ham slabiy, mana ham kichkina bo'lsa ham gul berib qo'ygan. Hop. Mana bu yog'iza 7-sentyabrda ekilgan. Endi yana bundoq hozir plyonka qilib ancha odamlarga o'zim anaqa maslahat berib o'rgatganman. Endi bu sal boshqacharoq yo'lini ham qilib ko'rmoqchiman. Mana bunaqa 25 kesib oldi. O'rtasini dumaloq qilib turib, keyin yonidan bundoq kesib qo'ydi. Buni bundoq qilib nima deydi, kiydirib qo'yishga osonroq. Keyin har yili ishlatsa bo'ladi. Hozir bir o'zim bo'lganim uchun videoga olish ham qiyin bo'lyapti. Xullas mana shunaqa kiydirib qo'ysa bo'ladi. Keyin yonida mana bunda lenta qilib tortib olsa, hamma yog'i yopiladi. Buni keyin plyonkalar tamom bo'lib yirtilib ketgungacha ishlatsa bo'ladi. 5-6 yil ishlatsa bo'ladi. Mana buni oxirigacha kesilmasa ham bo'lar ekan. Mana shuncha azina qoldirsanglar, xullas mana buni kiydirishinglarga oson bo'lsa bo'ldi. Mana buni
oxirigacha kesib yuboribman, lekin kesmasa ham bo'lar ekan. Hozircha shuni ko'rsatib o'tib ketay dedim. Bularni ham agar uspet qilsam, yopsam, bularni ham hammasini video qilib keyingi videolarda ko'rsataman, xudo xolasa qanaqa qilyapti. Yana boshqacha variantlarni ham o'ylab qo'yganman. Balki bunaqa variantni ham qilib olamiz. Mana qulupnaylar hozir bu yerga 3 kun bo'ldi suv berganiga, suv bergandan keyin o'sha qulupnaylar ancha o'zgardi. Endi ertaga suv bermaymiz. Xudo xolasa indinga shanba kuni o'sha kalsiy berib yuboramiz. Shu kungacha bir marta kalsiy berdi, bir marta ildiz dori berdi. Hali hech qanaqa oziqa berganimiz yo'q tegidan. Hop, ustidan ham oziqa bermadi. Bir marta o'sha qurtlarga qarshi, shiraga qarshi, o'rgimchak yeniga qarshi ustidan dori sepib qo'ydi. Mana endi o'sha oziqali suv berganimizdan keyin ertasiga yana o'sha hasharotlarga qarshi dori sepib yuboramiz. Hop, mana qisqaroq video qildim. Anchadan beri video qo'ymayaptim. Xudo xolasa endi bu yog'iga qanaqa oziqa berishni qo'yib ko'rsatib boramiz. Bu yog'iga endi qulupnaylar qaynaydi, yaxshi ketadi. Endi bu yog'iga boqish kerak. Kuzatib boringlar, qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz.